Yo'llarni bir-biriga ulab, qaysi tarafga qarab yo'lga chiqmoqchi bo'layotsan? Bilmayman, lekin hozir tong yo'rayotdi. Leon Soloyev Xo'ja Nasriddin haqida qissadan. Safarning moddiy tayyorliklarini putkizish uncha qiyinga to'xtab ketmadi. Yeterlik kiyim-kechak, qoral kitoblar, sovg'a salomlarni bir qancha kun ichida taq qila oladi ekansiz. Ammo yo'chin bir algi bo'lgan ziyoratning ma'naviy tayyorligini putkizmak oson emas ekan. Men bir qitimliq ilmiy ziyoratga ketayotqashqa o'z salohiyatimga loyiq bir obraz uchun tayyorlik ko'rishim kerak edi. Bir oliy maktabning o'qituvchisi bo'lish suhbatim bilan Angliyaning zamonimizdagi tanliq bir oliy bilim yurtiga berish oldida turibman. Shunday ekan o'zimni oz to'la ifodalab bergudak ig'izcha inglizcham bo'lishi kerak edi. Yaponiyadagi bir yillik ilmiy ziyoratimda boshqalar bilan maqsadlashgudak inglizcha saviyaga yetgan bo'lsam-mu, vatanga qaytgandan keyin uni davomli ishlatadigan ingliz tili muhiti yoki hech bo'lmaganda oyda bir necha qitim fikrlashgudak shalong muhitma bo'lmag'ashqa, ig'izcham asta-asta xemiga yenib ketdi. Yaponiyadan vatanga qaytish oldida bir do'stim menga mundaq degan edi. Vatanga qaytib borgandan keyin 3 oy atrofida yaponcha ruh bilan tirishsan. Keyin vatandagi turmush yo'sullari bilan o'zingni bilmay murassa qilasan-da, so'rinlarga bezak bo'lib o'zingni qaltis chaqlaydigan bo'lib qolasan. Shuning bilan aram o'rgangan inglizchangni asta-asta yeb ketsan. Yaponiyada paydo bo'lgan armonlaringmi bir chetda qoladi. Uning gapini anglab kulib ketdim va rost deysan deb tasdiqladim. Ikkimizning vatanning ilmiy havosi to'g'risidagi ta'sirotlarimiz birdek bo'lg'ashqa, uning fikrlariga shak keltirib o'ltirishning o'rni yo'q ediki, u askartgan ehtimollik aniq reallik bo'lib chiqadi. Darvaqa Yaponiyadan qaytib kelib 2 oy atrofida uyimda o'ltirib inglizcha tekstlarni ullik o'qib yurdim. Ahmad Rashidning O'rta Osiyo to'g'risidagi bir bach kitobini o'qib chiqdim. Lekin muhit degan yomon nima? U har kuni sen tuymaydigan ravishda seni g'idiqlab o'ziga moyil qiladi. Sen tadrijiy holda ashu muhitning qelipida qaytadan quyilib chiqasan. Individual tanlash mumkinchiligi intayin oz bo'lgan muhit kishini tabiiy holda o'z irodasiga xilof holda murassachiga aylantirib qo'yadi. U oxir o'zi bilib bilmay hamma ishda prinsip surishtirmaydigan odam bo'lib qoladi. Men oxir yiliqi ogohlantirilgan odamning dal o'zi bo'ldim. Xizmat mendan xanzochi ishlatishimni talab qiladi. Qiziqarliq yeri shuki, mendagi inglizchani hech kim kerak qilmadi. U mening xizmat muhitimga nisbatan ortiqcha narsaga aylanib qoldi. Turkcha, o'zbekcha, qozoqcha, qirg'izcha manbalarni ko'rishim bajoyiki o'zimning ishimki, uni xizmat va tadqiqotdagi afzallik suhbatida muayyanlashtiradigan biror organni uchratmadim. Ayolimning Changchundagi 1 yil, Yaponiyadagi 3 yillik musofirada turib o'rgangan yaponchasi qat'iy ishlatilmadi. Odamdagi iqtidor, sapo va bilim xanzu tili bilish bilan o'lchanadigan bundoq madaniyat havosi ilm o'rganguchilarni sharaf va izzat tamosidan xoli holda o'zi tanlagan yo'lni xususiy bir aqida suhbatida untinsiz mengishga g'uvo bir ovoz bilan dalolat qiladi. Ig'izdagi inglizcham noqul tekstdagi inglizchaga taraqqiy qildi. Oxir bu yomon sifatli taraqqiyotga ittirildim. Shundoq bo'lsa-mu tirikchilik va xizmatdan eshingan hamon besotimdagi inglizcha kitoblarni varaqlab turdim. Angliyaga ilmiy ziyoratga chiqishning plani ishga eshishga boshlaganda inglizchadagi qo'llanishdan jumlalarni yodlashga qaytadan kirishdim. 40 yoshlarga kirganda o'rganishning unumi ancha yuqori bo'lmaydi ekan. Bu yoshda odam mustaqil o'y fikr hodisalarga qarata mulohiza qilishga moyil bo'lib qoladi ekan. Yodlash tipidagi mehnatlardan keladigan natijalar tayinliq bo'lib chiqadi ekan. Uning ustiga zehnimizni suzuk saqlayolug'idek g'uborsiz turmushga kapolatlik qilib ketanmaslikning o'zimi
ruhni botillikqa patirib qo'yadigan yetarlik sabab bo'la oladi. İngilizceni qayta qo'lga elish bilan tang yerimlashib qolay degan Uyg'urlar uchun bilim degan kitobimni yezilishdan to'xtab qoldi. Ya'ni balkim bu kitob nomi o'zgargan holda yaqin kelgusida o'qirmanlar bilan yuz ko'risha inshaalloh. Shu chaqda o'zimni tarbiyalashni kitob yozishdan muhim o'ringa qo'ygan edim. Odamlar bilan ko'rishganda tunji qitimliq ta'sirotning yaxshi bo'lishi keyingi munosabatimizning ijobiy davomlashishiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Bir ikki eg'iz gapni o'ngshab deganmisam, ta'sir kelgan fursatdan erishadigan hosulim oz bo'lib qoladi. Kishilar bilan bo'lgan bevosita suhbatdan keladigan madaniyat va xarakteri uchurlari kitobdan olgan ta'sirotga qaraganda jonliq va amaliy bo'ladi. Muşularni o'ylab yezayotgan kitobimni to'xtatdim. Balalarcha bir alfaz bilan inglizcha yodlashni boshladim. Kitob yozishga oid oliyjanob burchkorlik etgan besim damoli yo'qolib, xili ozoda bo'lib qoldim. Ziddiyatlik tanlashdan keladigan azob gohi-gohida nashtrini sanjib qayoqlargadir g'oyib bo'ladi. Hamma nimadan to'liq soqit bo'lish, delig'ulliqdan mutlaq qutulish deganlar yo'q gapkan. Qo'lingdan kelgan ishqa bo'lgan samimiyat va sadoqatdan keladigan lazzatning qadriga yetish lozimkan. Shinjin shahrida ingliz tili o'qituvchiligi qiladigan Abubakri ismli bir ixlosmanim bor edi. U Shinjin shahrida savdo va o'qish bilan turadigan, ingliz tilini ona til qilgan chet elliklarning borligini, ular bilan uchrashib ko'rish mumkinchiligining borligini, so'zlash praktikasini shular bilan qilganda tez unumga erishadiganligimni aytib meni Shinjinga taklif qildi. Uning taklifi meni o'ylantirib qo'ydi. Urumchida bo'lsam xizmat, behuda yig'in, riyokor dasturxon, to'y to'killar vaqtimni yeb ketadi. Zehnimni ushoq ishlarga chechilib turadi. Mobodo Shinjinga kelsam bundoq norizo vaqt sarfiyotidan soqit bo'lib qolmay, ig'izcha inglizcha saviyamning o'sishi uchun majburiy bir muhitga erishir ekanman. Yana texi Jungoning taraqqiy topgan bir shahrining yashash yo'sullari ustida bir qitimliq tajriba fursatiga noil bo'ladi ekanman. Oilamdan ozroq vaqt ayrilsam nim bo'pti. Qisqa muddatlik ayrilishdan kelgan seg'inish muhabbatning elastik xususiyatini oshirishi mumkin. Oxiri Shinjinga berib 2 oy turib beqishni qaror qildimda rahbarlarimni har nimalar qilib unutdim. Shinjin iqtisodiy alohida tuzumdagi ma'muriy rayon Shangang bilan tutishadigan bir shahar bo'lish sifati bilan Jungoning alohida bir siyosiy iqtisodiy tajribaxonasi edi. Men bu yerdagi turlik afzallikni shu hamon his qilishga boshladim. Bu yerdagi matbuot, televiziya, iqtisodiy aloqa va hamkorlik qiliq qiyofat jihatda xeyli erkin edi. Chet ellar sherikchiligidagi korxonalar, savdo guruhlari, turmush uchun tavakkul qilib kelgan har xil chet elliklar nihoyat ko'p edi. Cho'ng kichik qahvaxonalar, restoranlar va savdo saroylarida chet elliklar uchrab turadi. Cho'ng kitobxonalarda chet ellarning nashr afkorlarida nashr qilingan inglizcha kitoblar xeyli ko'p edi. Bu shaharda tungan oshxonalari yetarli edi. Ozroq izlasak Uyg'ur restoranlarini topqila bo'ladi. Turk, arab oshxonalarining taomlariga ixtiyor qilsak eg'iz tegalaydi. Shaharning ancha yiroq bo'lmagan yerlarda tunganlar jamoatini asos qilgan cho'ng jamoalar bo'lib, Cumuay kunlari masjid jahonning har qaysi yerlaridan kelgan turlik irqdagi musulmonlar bilan to'shadi. Ayrim bölmede ixlos bilan xutba tinglab o'tirgan ayollar to'pinimi ko'gili bo'ladi. Qisqasi Shinjin Jungoning xalqaro shaharlarining biri bo'lib, Urumchi bilan selishtirganda tamoman boshqa bir dunyo edi. Men Shinjin shahrining kayfiyatiga qarab bir rayonning gullanishidagi hal qilg'ush masala, u rayonning mo'l tabiiy boyligi bo'lmasdan, balki shu rayonning boshqurilishiga doir siyosatdan iboratkan degan xulosaga keldim. Kichikkina beliqchilik kantini cho'ng bir xalqaro shaharga aylantirgani siyosat bo'lmay nima?
Men Şinjinda Aba Bakri va Irfan şirketidagi do'stlarning ko'ngil bo'lishi bilan qolaylik sharoitlarga erishdim. Şinjinda turayotganligimdan xabar topgan va meni yiroqdan g'oyibona taniydigan Uyg'ur qarindoshlar menga obdan xabanda xohlik qildi. Olimdan xabar ep turdi. Musafirning qayoshi degandek o'zlarining rizqini musafirat va hijratdan tepib yeyotgan qarindoshlarimning boshqalarning holiga yetishdiki xolis xavanda xohliqidan ta'sirlanmay turg'ili bo'lamdi. Aba Bakri menga bir qism qarindoshni tanishtirdi. Ular meni Şinjinning obod bozorlari, bog'chalarga taklif qilib ko'ngil izhor qilishdi. Ular bilan turmushda o'rtoqlashish, asralishish jarayonida shuni his qildim. Jungodagi har qaysi shaharda tavakkul qilib yurishgan partizan tijoratchilarimizning yashash iqtidori jo'sh urib turadi ekan. Sharoit ularni qaysi xil tijorat yo'liga qistisa, ular shu hamon o'zlarining yangi tanlashiga tamoman moslashgan holda turmush uchun yo'chiq topa oladi ekan. Ularning tijoratining kelgusi g'uvo edi. Lekin ular bu g'uvolikdan ortiqcha tashvishlanib o'ltirmaydi ekan. Balki Allohga ishongan holda o'zining har bir kuniga ega bo'lib, beshiga tushgan oftobning qadriga yetib yashaydi ekan. Muqim turmush kapolati bo'lmagan bu insonlar tirikchilik yo'lida shuncha aldirash, vaqtlari qarorsiz bo'lsa-mu vaziyatga ko'ngil bo'lib turadi ekan. Jahonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar, texnika yengilliklari har zaman ularning diqqat doirasida edi. Musofiratda uyg'onishga boshlagan qarindoshlik hissiyoti ularni o'zlaridan keyin kelgan qarindoshlarga burchkorlik bilan muomala qiladigan kishilarga aylantirgan edi. Ulardan turmushdagi tasodifiyliklarga taqobil tura oladigan iqtidor, munosib odamiylik, taqvolik, qizg'inlik, yot muhitga nisbatan ho'shyorliklarning hammasi tepiladi. Ularning ba'zilari yetarlik maktab tarbiyasiga erishaolmagan bo'lsa-mu, raqobatlik hayot ularni yashayalaydigan darajada tavlab yetishtirgan edi. Bu hol oliy maktablarning qo'ynida kelgusidagi muhim xizmat tamasida g'ofillik bilan o'qib, biror organning xizmat kapolati bo'lmasa yashayolmaydigan, xizmatdan ayrilsa so'qib turgan yuragi va kishilik aqidadan ado judo bo'lib ketadigan ferma cho'jillarining ezilangu xomush mijozi bilan ro'shan selishtirma hosil qiladi. Turmushda hamisha eqinni bo'ylab o'sgili bo'lmaydi. Ba'zida eqinni yontu bo'ylab uzishga, ba'zida to'g'risiga uzishga, hatto ba'zida eqinga qarshi uzishga to'g'ri keladi. Zoda qandoq qilishni konkret vaqt belgilaydi. Hadislar vaziyatga o'lik holda agishadiganlar hamisha choq bo'ladi-ki, rol bo'lanmaydi. Shopur texmi bo'lanmaydi. Aba Bakri ingliz tili o'qitishi bilan shug'ullanishqa bu sohada tanishadigan kasbdoshlarim oz emaskan. Alaydan chet ellardan taklif qilingan ingliz tili o'qituvchilarimiz Şinjinda ko'pkan. Aba Bakri ularning bir qismlari bilan obdalla tanish edi. So'zlashishni praktik qilishim uchun u meni ular bilan uchrashtiradigan fursat va muhitni alohida vaqt chiqarib loyihaladi. Shuning bilan ba'zi chet ellik kishilar bilan uchrashish fursatiga erishdim. Tunji qitim tanishganim Kanadadan kelgan Walt bo'ldi. U o'ruq o'skilan yigit bo'lib, qisqa sarg'uch chechi uni ruhli ko'rsatdi. Uchisiga sus mashrang osma mayka, kalta ishdan, putiga sapma kashki olgan edi. Men qo'lashmagan inglizcham bilan xudiksiragan holda savol so'raydim. U ko'kish ko'zlarini nagidu tikkan holda javob beradi. Gap oralig'ida u muhorkisini qattiq sho'rab isini oldirmay chiqaradi. Bundaq vaqtda uning ko'kish ko'zlari xumolashib ketadi. O'tkir nash puruqi mening diqqatimni g'idaqlab o'tdi. Suhbatlardan ma'lum bo'ldiki, u Kanadadan kelib Şinjindagi bir xanzu ayolga uylanibdi. Hozir u ayoli bilan birlikda pivoxona ichib etibdi. Men uning bilan 2 kunda bir qatim kashlarda ko'rishatdim. Bu arada uning boshqa do'stlari bilan ham suhbat bo'ldim.
Ular bir oram nasha aralash muhorikining tutuniga sherik bo'lg'ash paranglashadi. Nashining huzuri lazzatiga masxush bo'lgan bu bir to'p yosh go'yo jahonning allaqandoq yerlaridan Jungoning bu burjikiga qiziqsinib kelib kelishgandek edi. Ba'zilariga abjil Xanzu qizlari hamroh edi. Qarasam chet ellardan kelgan bu yoshlar Shinjinda turg'ili xeyli bo'pti. Lekin Xanzucha so'zlashishni ancha bilmaydi ekan. İngiliz tili yengidan avatlashgan bu shaharda ularga ravon turmush yo'li echib berishga qodir bo'la olgan edi. İngiliz tili ularga yumshoq va suzuk hamrohlarni teppagan edi. Menga ingliz tili xuddi shilimchiq yo'g'on qizil tildek hamma narsani o'ziga yepishtirib yo'gab akirib ketayotgandek tuyulib ketdi. Ikkinchi qitim tanishganim amerikalik Karl edi. Umu oruq egiz odam bo'lib, o'ltirib qopishlari sipoyi, gap so'zlarimi dona edi. Semiz Xanzu xotini qachon ko'rishsam uning yenida edi. U Shangang Shinjin oralig'ida qatrab yurib savdo qiladi ekan. Uning Jongo jamiyati haqidagi qarashlari xeyli atrofliq bo'lib, bu jamiyatning kelgusiga savrchan bir umid bilan baho beradi. Jongo jamiyatining kelgusidagi yuzlanishining Karlning bugungi manfaati bilan uncha zich aloqasi bo'lmag'achqa, Karl go'yo masalaning sirtidagi odamdek beparvo tamkinlik bilan mulohiza qiladi. Uning mulohizalarida oqilonalik, sovuqqonlik elementlari shu qadar qo'yiq ediki, qoyil bo'latdim. Lekin yurakim muzlab ketgandek bo'ladi. Qora tillik derekmi Amerikadan kelgan edi. U yosh ham qovul edi. Ammo o'zining qomatiga mos kelmagan darajada sodda chiroy ko'rinadi. U musulmon bo'lishning tayyorligida ba'zi islomiy kitoblarni o'qib yuradi. İpkəsilə məndən İslam əhkamları haqqında sual soraydı. Qabiliyetimning yetişçe cavab berətdim. Şotlandiyadan kelgan Sam Watson bilan haftada bir rat tarim restoranida ko'rishatdim. U o'ttiri bo'y dixmoq bir mo'ysipit bo'lib, non bilan kabobni yaxshi ko'radi. Bir non, 6 zix kabob, bir taxsi salat ikkimizning mazzilik g'izoyimiz bo'ladi. Sam nihoyatda astoydil edi. Men uningdan hargiz tatinmaydim. Samning talaffuzidagi o'zgachilik anglab tushunishda meni gangiratib qo'yadi. Men uni astroq so'zlashga undaydim. Sam qayta oldiramay so'zlab beradi. Samning bir yaxshi yeri talaffuzimdagi ziyoda aniq savallikni anglab o'tkazib etishni ravo ko'rmay tuzitib qo'yadi. Samning Jongoga kelganiga xeyli yillar bo'pti. U Xanzu xotini bilan farzandlik bo'pti. Men uchratgan chet elliklarning ko'pinchisining Xanzu xotini bor edi. Men bu haqda Samdan so'ramay turolmadim. Shinjindagi chet elliklar Jongoliqlardan nikohlanishni yaxshi ko'ramdi qandaq? Shundoq dedi Sam. Ular erning xizmatini obdan qiladi ekan. Bizning elda ayollar oilada tamoq etishni yaxshi ko'rmaydi. Siz Jongoda uzoq turib kelishni xohlamsiz? Balkim undaq bo'lmas. Balamni tarbiyalash uchun vatanimga qaytishim kerak. Ayolingiz sizni yaxshi ko'ramdi yoki davlatingiznimi? Ba'zida bilinmay qolaman. Undaq murakkab o'yladi bo'g'im yo'q. Bizning paranglashadigan vaqtimiz to'shqan hamon Sam, men endi balamni beqishim kerak deb olmon-talmon ketib qoladi. Alina Romaniyadan kelgan bo'dak xonim edi. Oq suzuk terisidan paqirab turgan sarg'ush chochlaridan ayollikning joziblari kelib turadi. Uning bo'dakligi o'ziga shundoq yarashganki, Alinaning uningdan boshqa qiyofatda bo'lishi go'zallik bobidagi bir yo'qotishdek tuyuladi. Alinada shoshlik, yoshlik va mehr aralashib ketganki, uning gaplariga ancha diqqat qilib ketmasangizmi, o'zining tabiiy sipoyiligi bilan mingingizning qat-qatig'i singib ketadi. Alina bilan har qitim qahvaxonada ko'rishatdik. Pishg'irim issiq bizning muzliq qahva ichishimizga sabab bo'ladi. Men oldin ola tayyorlab olgan savollarimni Alinadan so'raydim. Savollarimning doirasi turmush, madaniyat, Romaniyadagi din masalasi haqida bo'ladi. Mushunda qilganda ham inglizcha so'zlashni mashq qilish,
ham fikr almashtirish maqsadiga yetkili bo'ladi. Alina Jungoga kelgili 6 yil bo'pti. Yeshi 30dan allaburun eshibdi. Texchi to'y qilmabdi. 6 yil jarayonida davlatiga qaytib boqmabdi. Yaxshi ko'radigan yigiti bilan telefonda ko'rishib turadi ekan. Shinjinga sizni bog'lab turgan narsa nima? deb so'radim Alinadan. Pul, dedi Alina. Kelgusidagi aramxuda turmush uchun moddiy asos selish. Ruminiyada pul tepish sharoiti yo'qmi? Baliqi bor, lekin menga Jungodan yo'l chiqib qoldi. Shinjin ko'ngillik shahar deyalamsiz. Jungoga nisbatan erkinroq shahar, lekin ma'naviylik to'yingan shahar degili bo'lmaydi. Hashamatlik binolar bilan to'lgan bu shaharning yoshligi mana men deb chiqib turadi. Qadamiy shaharlardek tamkin emas. Ma'naviy qon yetarlik emas. Shaharlardagi odamlarning ma'naviy kamolati hammadan muhimda. Sizningcha bir ayol uchun nima eng muhim? Albatta dedi Alina g'amkin o'ylanib olgandan keyin. Bo'libmi yot shahardagi musofirchilik shundoq. Lekin yigitingiz yeningizda emaskan. Hozirgi bo'shliqni yigitimga bo'lgan aqidam bilan to'ldirib yuryapman. Sizningcha bu turmush romantik emasmi? Romantik. Lekin bu hasratlik romantizm. Kerak yo'q. Ayollarga hasrat yarashadi. Kulib qo'ydim. Qaramoqqa Alina hasratlik emas edi. Sho'x ko'rinadi. Turmushdagi nurg'un sho'x ayolning qatqetidagi hasratni suzib chiqishga kimlar qodir bo'la oladi ekan? Chivar ayollar taqdiri ato qilgan bir mezgillik hasratni o'ziga yarashadigan hasratga aylantirishga mohir keladi. Hasrat oxir ularning qalbidagi yoshurun optob bo'lib qoladi. Ba'zida ashu optobda o'ltirib tabiatning jamolini ko'rgim keladi. Keyinmi Alina bilan andimunda ilxat yezishib aloqalashib turdik. Vaqt uning obrazini so'g'i tushib ketgan dug' bo'yoqdek asta-asta xiralashtirib boradi. Bir qitim muloqotlashgan yana bir qiz bor edi. U bo'lsa Mariya. Bu qiz Bulg'ariyadan kelgan bo'lib, Alinadan kichik, kam so'z ham mungluq edi. Uchisidagi binafsharang ko'pti bilan yopka bu zilva qizning oppoq ruxsarini tiximi ochgan edi. U aslida royal o'rgangan ekan. Shinjindagi mehmon saroylarning restoranlaridan yoki cho'ng savdo saroylarining zalidan royal chaladigan bir ishni izlab yuribdi. Biz uningga yarim kun degidek ish izdishib berdik. Aniq javob bo'lmay qoldi. Mariyadagi ich pushishdan kelgan garang holat uning o'z nozininligiga ishonishdan kelgan sus mag'rurlikni sundirib qo'yishga tixa ulgurmagan edi. Muhtojlik bu go'zal qizni u yolvurishni xolamagan har qaysi bulunga umundirmoqda edi. Ko'z oldimdagi ko'yib turgan bu chiroqning qaysi bir bulungda o'chib qolishini xolamadim. Go'zallikka namratlashib ketayotgan bu dunyoning ashu ojiz bir maysisiga ichimda omad tiladim. Shinjindagi 2 oydan ortiq vaqt yuqorqi kishilar bilan qarallik uchrashish va paranglashish bilan o'tdi. Bu jarayonda chet elliklar bilan inglizcha paranglashgan chog'da menda osonlik yuz beradigan izzatini ayash tufayli kelib chiqadigan passiv-psixikalik holatni yengishni ozroq o'rgangandek bo'ldim. Yani yüzüm azraq qilillashdi. Shinjinning qaynam tashqilliq hayoti manga hayot degan uqumning ma'nosini yanama ilgirlagan holda his qildirdi. Kapitalizm insonning vujudida bor bo'lgan va insonlar qezishga qodir bo'la olgan narsalarni tovarlashtirgan edi. Bundaq sharoitda axloq degan gap masxaralik so'zdek tuyuladi. Bu shaharda bank kartasi, inovatlik karta, pul bilan to'lgan yanchoq, semiz sag'ra va to'lgan ko'kraklar go'yo o'rtaq tildek hamma odamga tushunishlik edi. Aloqalar ashu narsalar bilan ravon yurishib ketadi. Har kim o'zi uchun aldirash yurgan bu shahar o'ziga nisbatan yegona kishilarning diyonat va qiyomat bobidagi o'zgacha fikrlarga yo'chiq berib qo'ydiganidan bexabardek ko'rinadi. Şunu bu şəhər öz növbətində yeklengen kişilərin öz yarasını tinişiğə orun bəməyimi qanmaydı.
Rossiyaning 19-asrdagi katta yozuvchisi Dostoyevskiy 1862-yili Yevropaning Parij, London shaharlarini ko'rib qattiq umidsizlangan ekan. Uning qarashicha bu shaharlar moddiychilikqa berilgan tushkun shaharlarga kiradi. U Tangrining farmonidan chatnigan shaharlar insonning ma'naviy qimmatlarining qabristoniga aylanib ketadi deb o'ylaydi. Abu Nasr Farabi jismoniy sog'lomlik, shuhrat, huzur, halovat, ishrat, pul puchaklarni baxtning ko'rsatkichiga aylantirib olgan shaharlarni fazilatsiz shahar qatorida sanagan edi. Hayoti dunyoning lazzatlariga az ho'shini yo'qotgan holda berilib, chahar payladek yap ishkinidan kerilganlar qahramon yoki tip hisoblangan yerda hech kimning qalbi osoyishlik va tinchlik topolmaydi. Har kim o'z ehtiyojini qanoatlantiradigan fursatlarni izlab paypaslab yuradi. Ularning ko'z oldida raqobat, fursat va xirs. Ularning ko'z oldidagi konkret odamlarni tonimaydi. Egiz binolarning arashlarida qimildab yurishgan shuncha zish odamlar bir-biriga notonish. Yolg'izlik va tititlik meyxonalar va to'nakxonalarning tijoratini ko'pikdak o'rlatadi. O'ylab ko'rsam, Shinjinning 20-30 qavatlik bir binosida yezimizdagi noposi zishroq bir kentning aholisi o'ltiralaydi ekan. Irpon elektron shirkatining direktori Abdulla Umar mushu xil tipdagi selishtirma tafakkurni ko'p qiladi. U Shinjindagi 31 qavatlik bir binoni Gumi nahiyasining bir yezisi bo'lgan Qora Tog'iz bilan selishtirib ko'rdi. Heliqi 31 qavatlik binoning har bir eshigidagi qavatda 12 yurish uy bor ekan. Shundaqda bir eshikda 372 yurish uy bor degan gap. Putkul binoda 7 eshik bor bo'lib, bu mazkur binoda 2604 yurish uy bor degan gap. Har bir yurish uyda 3 dan nopos bor deb qarasak, ko'lami 2000 kvadrat metrdan oshadigan bu o'ltiroq binoda 8000 ga yaqin nopos bor edi. Buni 70.000 kvadrat metr terilg'u yeri bor 20.000 noposga ega Qora Tog'iz yezisi bilan selishtirganda hayron qolarliq bir ma'lumot kelib chiqadi. 20.000 noposning 3dan biri balkim Qora Tog'iz yezisining hukumat o'rinlashgan yerchilik zaminiga joylashib ketgan edi. Biz Shinjindagi 31 qavatlik ashu binodagi aholilarning bankidagi puli va boshqa mulklarni hisoblashga amalsizmiz. Ammo faraz qilish tas emaski, ularning iqtisodiy kuchiga Qora Tog'iz yezisini yaqin akilish mantiqiga sig'maydigan gap bo'lib chiqadi. Siyosat Shinjinga ana shundoq iqtisodiy gullanish akeldi. Kunning seriqini ko'rib yurganiga ming bir shukr bilan yashayotgan Qora Tog'izlik bir dehqon buni hargiz o'ylab yetamasi kerak. Navoda hech qanday sanoat va shahar engig'i ega bo'lmagan bir dehqonni birdilla binolashtirib qo'ysa qanday oqibat kelib chiqa? Qiyomat degan ana shu. Rus yazg'uvchisi Chexov 6-nomerlik palata degan asrida "Sadag'on ketay, Rossiyamizning bag'ri kang" deb nadomat chekkan ekan. "Memmu diyorimizning zamini kang, boyligi mo'l" degan sifat ta'riflarini zikr qilganimcha tagsiz xiyol surdim. Shinjindan qaytib kelib, irodam va taqozoyimga boqmay, oldirmay putadigan ma'muriy siyosiy rasmiyatlarni bejirish bilan bo'ldim.
o'qishga tegishli ba'zi kitoblarni o'qidim. Diyorimizdagi Navoiy tadqiqotiga doir bir doklad tayyorlab qo'ydim. İlim ziyoratchisi bo'lish sifatida ilm odamlarning orasiga borgan ekanman. Ular mendan 2 eg'iz ilm parini umid qilib qelishi mumkin edi. Yana bir yil baxuduk kaygudek kiyim kechak dori darmak degandek narsalarni g'amladim. Pulni tejash uchun Ozarbayjon havo yo'llarining Urumchi, Baku, London liniyasidagi aeroplan biletini oldim. 2006 yili 26 oktyabr tushda Bakuga uchishga to'g'ri keladi. Bu dal Ro'zi Hayit kuni edi. Hayit namozi o'qildi. Qizim bilan o'g'limga Ro'zi Hayitga munosabatli tarixiy bilimlardan ozroq so'zlab berdim. Hayitning oldi keynida nimalarni qilish kerakligi to'g'risida o'gitladim. O'g'lim qora ko'zlarini hayronlik bilan paqirtib jim anglaydi. Ballarim o'rnidan turishdan ilgari ularning yeniga ayrim kirib bir pas purab yotdim. Balalarning puriqi odamga umid va tasalli beradi. Ballarimdan kelgan puroq meni balalikqa qaytirib, ular bilan bir dematlik odamga aylantirib qo'yalaydi. Ba'zida ballarimdan o'ta kichiklab balalarcha qiliqlarni qilib ketatdim. Balalar erkilaydi albatta. Biroq cho'nglarningmi erkiligisi keladi. So'z harakatlar birlikka keltirilib sadoqatmanlik vazifaga aylanganda odamning balalik xumori qo'zg'alib qoladi. Men balalik xumori pat-pat qo'zg'alib qoladigan odamman. Balalik chaqlarimda yumron cho'plarni yuzimga qo'yib o'ngdisiga yotatdim. Muloyim omoq paqlallarim kelib yuzimdagi cho'plarni tashvishlanib turib yeydi. Yüzüm paqlanning yumshoq tumshuqlaridan g'idiqlanib so'yinib ketatdim. Va dariqa, qani shu balaliq, qani shu paqlalla. Mangıdığanlıqımdan xəbəri var dostlarımdan Asqar, Yalqın Rozi və Muhammed Hacı Akıla Hayit namazıdan qaytıplı öyümge yetib gelişdi. Ayalımның meni lağmen bilen uzatqusi keldi boğay, aldınızga əbçil təqsidi lağmen keltirdi. Qerindaşlar arasida bo'ladigan ko'ngillik gaplar, orzular va tilaklar dasturxon ustida aytildi. Her qancha arzu qilgan safarningmi odamni parishon qiladigan tarafi bo'ladi. Shu topda illiq oilam va dilkash do'stlarimdan, mehri ochiq vatanimdan bir mazgil ayriladiganligim uchun bir mung meni o'z ixtiyoriga olgan edi. Aqlim kutgan, lekin maylim yo'q daqiqa oxiri yetib keldi. Menish kerak. Dostlarım ve ballarim 2 pikapda aerodromga qarab mangduq. Kuzning altın aptaplari Urumchining zapiron daraxtlarini miskin romantik tusga kirgizgan edi. Yaproqlar pishib shildirlab to'kilsa-mu, turmush halakchiligi bilan ovora shahar aholisining bu manzaradan mazza qilgudek cholisi yo'q edi. Yuktoqlarni o'lchitib o'tkazib atdik. Do'stlar bilan birma-bir quchoqlashib xayrlashdim. Ballarimning peshonasiga so'ydim. Ayolimga tamkin va u tushunadigan nazarda xo'sh dedim. Qo'llar havoda pulang dedi. Shunchajik odam to'pada meni uzatqili chiqqan ashu bir necha odamning chehralari ko'rinadi.
To'satdan Amerika shoiri Ezra Poundning Metro bekitida degan mashhur she'ri esimdan kashdi. Top ichida ko'ringan chiroylar sehri, nam va qora shoxdagi chechaklar bargi. Poundning bu she'ri Parij metro bekitida tasodifiy erishgan bir ilhomning turtkisida vujudga kelgan bo'lib, so'zinchoq metro namxush qora shoxga o'xshatilgan. Qistilib yurishgan odamlarning faqat chiroyini ilg'i qilg'ili bo'ladi. Chiroylar go'yo ashu qora shoxda echilgan chechaklar edi. Qora va nam shox odamdagi buruqtirma ruhiy holatdan shabi bergandek qiladi. Poundning o'zimi she'r hissiyotning tanglimisi degan edi. Aerodromdagi hissiyotim tabiiy holda Poundning yuqori she'ridan chiqish yo'li istigandek qiladi. Kölengile kelidu ketidu. Üzük poyuz ovozi yoshlar bilan namlangan. Dunyodagi hamma she'r qaysi tilda yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar bir tuqqan. Menmu aerodromdagi uzatish manzarasini mundoq ifodalagan edim. Pulanglagan qo'llar, chuchilidan o'rlagan tutun. Chiroylar gul xallarga tashlangan o'tin. Bu yerda hijrondan o'rtinish manzara ichiga boshlab kirilgan edi. Yenimda qolgan chaqliq so'mkini so'rab chegaradan chiqish rasmiyatini o'tgili ketayotganimda, o'g'lim dada xo'sh deb tovladi. Yiroqdan uning do'ptugilak yuzi ko'rindi. Menmi uning xo'sh deb qo'l pulanglatdim. Pasportni xodimga uzatdim. U pasportni bir haza o'rib-cho'rib tekshirdi. Qayaga? Bakuga. Nima qilg'ili? Londonga almashqili. London? Londonda nima ishingiz bor? Vizaga obdan qarasangiz bilasiz. U vizaga yuzaki qarab qo'ydi. Angliya, mundaqkanda? Shundoq. Turish vaqti 1 yil. Shundoq. Qandoq ish bilan? Vizada aniq bor. Zoda qandoq ish bilan? Ilm ziyorati bilan. Ilm ziyorati? Xodim vizini yenidagi biraylarga ko'rsatdi. U boshlang'ishdi. Xodim pasportimni elib nagidur g'oyib bo'ldi. Men pasportsiz holda bir chetda saqlab turdim. Shu topda men qizg'in bir mulohiza temasiga aylanib bo'lgan edim. Kaynimdagi yo'lovchilar, tekshiruvchi xodimlar oldimdan bir-birlab o'tib ketib boradi. Shavqin suran ichida vizalar ustiga besilgan ijozat tomg'asining ovozini aniq anglab turardim. Menga bundoq astoydil muomala qilinishi mavjudligimni bildiradigan alomat edi. Sen bilan hech kimning kori bo'lmasa, o'zingning mavjudligini bilinmay qoladigan ahvollarmi bo'ladi? Xodim yiroqlab ketganda soatimga qarab qo'ydim. Nimishqidir bu yerdagi kutish cheksiz bir kutishga o'xshab ketadi. Minutlar samrib va ko'pjup soatning vazniga kiradi. Xodimlar meni tekshirmasimi g'alitilik his qilib qolamtimkin bilmayman. Bu hol oliy maktabdagi bir tilshunos o'qituvchimning hikoyasini yodimga soldi. Emgak bilan o'zgartish maydonida tomoq berilganda johil unsur deb uningga atoyidan ko'yib ketgan yoki kulga tushib ketgan maymoq-saymoq nonlar beriladi ekan. Bir kuni ko'yik non chiqmay qolganmi, soqroq non tegib qopti. O'qituvchi nonga sapselib qaravatgandan keyin qaytirib berib, "Bu mening nenim emaskan, o'zimning nenini beringlar" deb turib ekan. Kutdim, heliq xodim oxir ko'z oldimda paydo bo'ldi-da, pasportim ustida kom qilgan ovoz anglandi. Xodim pasportimni qo'limga berganda sust tabassum qilib qo'ydi. Bu tabassum insoniy supatimga berilgan eng cho'ng mukofot edi. Aeroplanning uchishiga yana ozroq vaqt bor edi. Kutish zalidan kechikkan holda bir o'rinni tepib o'tirib atrofga nazar tashladim. Soatimga qarasam ijozatni 40 minutdan ortiq kutibdiman.
O'ltirganlar asosan degudek azarilar bo'lib, qo'llarida Urumchidan setib olgan har xil turmush buyumi bor edi. Telefonlashgandagi ovozidan bu yerda o'ltirgan bir qancha qiz va o'g'ilning Uyg'ur ekanligini bildim. Udulimda 18 yoshlardagi egiz bo'y bir bola o'ltiradi. Men uningdan nega borasiz deb so'raganimda, u Istanbulga deb javob berdi. Abdidan u ortiq savol so'rashimni xohlamaydigandek turadi. Bu menga nihoyat tushunishlik ruhiy holat edi. Şuna ajablanib ketmadim. Kishilar chegara sirtiga chiqishning oldi kaynida alohida sezgurlashib, boshqalarga o'z shaxsiyati haqida ozroq gap qilishni xohlamaydi. Bu haqda cho'nglardan yetarlik nasihat qabul qilgan bu bolalar o'z orzusiga uyg'un nasihatni hushyorlik bilan ado qilyotdi. Men u bolani andishiga sep qo'ymaslik uchun o'z xiyollarimga band bo'ldim. Başqalarga yük bo'ladigan normal insoniy mehrni ichimning noma'lum projektlariga to'kivatdim. Aeroplanga o'rinlashdik. Ko'nglimiz aram topgandan keyin yenimizdagilarga qarab hamrohlarimiz haqida tashqi tonish hosil qilishdik. Yenimda o'ltirgan semiz odamning ismi Muhammad bo'lib, u Urumchiga kelib tijoratda bo'g'ili 4 oy bo'lgan ekan. Aeroplan asti qo'zg'aldi. Bir pas yer beg'irlab havoga ko'tarildi. Pastdagi yeshil yer hili qiypashlanib, hili tuzlanadi. Birdilla badanim ojizlashib, yurakim bir qismi bo'lgandek bo'ldi. Elimi yaxshi men vatanimning osmonida edim. Uningdan biroqla judo bo'lmagan edim. Esimga Yunon afsonalaridagi Antios keldi. Antios hech qanday dushman tang kelinmaydigan tangdoshsiz azamat bo'lsa-mu, Topini o'zining ona diyoridan ajragan hamon hamma kuch-quvvatidan ayrilib eng ojiz dushman oldidimi arzimas odamga aylanib ketadi. Uning raqibi Herakles uning bu ojizligini bilib Antiosni ko'tarib yerdan uzib olgan va putini yerga tekkizmay bo'g'ib o'ldirgan. Xiyolimda bu afsonaning mazmuni kengayib bormoqda edi. Topini ona yerga dastlab turibmi vatan tuyg'usidan bexabar odamlar talay. Vatanda yashab turib vatani bilan ruhiy aloqasi bo'lmagan odamlarning axlatchilik qimmati bo'lmaydi. Teni vatanidan ayrilsa-mu vatanining g'emida yashaydigan odamlar yanada zaminga topini tegib turgan Antiosdek yengilmas bo'ladi. Bu yerda Antios bir odamni emas, balki ruhni bildiradi. Vataniga aqidasi bo'lmagan jonbaxtalarning ruhi allaburun boshqalarning bo'g'ishida halok bo'lgan bo'ladi. Aeroplandagilarning to'lisi uyquga ketishgan yoki mugdashga boshlagan edi. Menmu ozroq xiyoldan keyin uxlab qoldim. Vatan! Yenimdagi Muhammadning to'lishidan uyg'onib ketdim. Kaspiy dengiz ko'rindi. Uningdan o'ssakla qadrlik Ozarbayjon tuprog'ini ko'ramiz, dedi u. Pastga qaradim. Suv va havo tutishib ketganda girimsan manzara yeyilib turadi. Vataningizni seg'inibsiz-da. Ko'p seg'indim. Ozarbayjon bakli go'zal. Bakuda turmush qolayliqmi? Bakuda mushkulat yo'q, dedi so'l tarafimdagi bir ayol. Chunki Baku bizning uyimiz. Urumchi qandoq ekan? Bakuda hayot go'zal. Fuzuliyni bilamsiz? Deb so'radim yana ayoldan. Muhammad Fuzuliy? Shundoq. Vah! Muhammad Fuzuliyni sizmi bilamsiz? Deb qaytirib so'radi ayol mendan. Albatta, Fuzuliy bilan Navoiy bir bog'ning ikki bulbuli emasmi? Bizning burunqi maktablarimizda o'qigan o'qimishli odamlarimizga Nizomiy bilan Fuzuliyning asarlari nihoyat tonish. Ayol nemish qiladiganligimni so'ramay turolmadi. Javobimni anglab kulimsirab boshlang'ishitib qo'ydi. Ayolga uyg'urcha gap qildim. U ayol gapimni ozarcha tushandi. Ya'ni Ozarbayjoncha tushandi. Navoiy bilan Fuzuliy o'ttirasidagi madaniyat qandoshligi
O'rta Osiyoning ikki burjikidagi ikki avlodga 5 asrdan keyinmi o'zini ro'shan namoyon qilyotadi. Madaniyatdagi gen ajab narsa ekan, ha? Havoda ketib etib Fuzulining g'azallaridan Miroj to'g'risidagi muno misralari yodimdan kechib qoldi. Rutbai hikmati miroji kamolina ko'ra, u kamo firqai dun falsafa jam'i sufaha. Ya'ni Miroj kechisidagi hikmatning kamolatiga erishgan zotning martabasiga nisbatan faylasuflar tabaqasining qilib yurgan ishlari ma'nisizdir. Fuzuli mangu qechib yuradigan shoir. Bayıla uni tushundim desang, bu tushuncha seni aldab qo'yadi. Ya'ni Fuzuli seni qo'yib ma'nining yangi manziliga yurib ketadi. Haqiqat elchisining Mi'raj kechisidagi alomatlarini ko'rish uchun tabiat ilmlaridan halqagan ruhiy nazar bo'lish kerak edi. Shoirlikning Fuzuli yetgan pallasini bo'ylash uchun aqlli kifoya qilmaydi. Belki cho'nqur metafizik balog'at bo'lish lozim. Qarang, talay faylasuf faqat o'z davrining donishi sifatida qomuslarda qoldi. Olamning irodasi Mi'raj kechisida jula topdi. Mushu topda o'qirmanlarimga bir ishni iqror qilib o'tay. Fuzulining misralari meni Mi'raj hikmatiga doir tagsiz xiyollarga undadi. Qalamim ixtiyorsiz holda to'xtab qoldi. Go'yo Fuzuli oldida qalam tavritish ortiqcha bilindi. Na amal memma tiriklik sozimni chelishim kerak. Aeroplandagilar narsa keraklarini jo'ndashga boshladi. Qarag'anda Baku osmonida o'xshaymiz. Keldikmi? deb so'radim qeshimdagi Muhammaddan. 20 minutdan keyin yerga qo'namiz. Manzilga yetib kelishdan paydo bo'lgan shodlik aeroplandagilarning chiroylariga tepgan edi. Vatan havosi seg'inishdan chak-chak bo'lgan ruhlarni sug'armoqda edi. Aeroplan pastlashga boshladi. Yomg'ir yoqqan bo'lsa kerak, aeroport saynosidagi kichik ko'lchaklarda suvlar paqiraydi. Yo'lovchilar tushishga boshladi. Aeroportning ismi Ozarbayjon Rais Jumhuri Haydar Aliyevning nomi bilan atalgan ekan. Hayal o'tmayla zalga kirdik. Zaldagi latin harflarini xuddi Uyg'urcha o'qigandek o'qib chiqdim. So'zlarning ayrim tovushlari Uyg'urchadan biroz farqlanadi. Buni faqat shiva farqi deyish kelib bo'ladi. Azariylar vatandoshlar degan xatba ig'izga qarab mengishdi. Men va İstanbulga mangan 6-7 Uyg'ur bola almışıdığanlar degan xatba ig'izning oldiga keldik. Azariylar birdamdala ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Zalda biz bir qancha Uyg'ur, Tbilisga boradigan bir Xanzu va Jungoning Turkiyadagi bosh elchixonasida ishlaydigan bir Xanzu yigit qoldik. Yosh bir xodim hammamizning pasportini bir daftarga xotirlab yanchiqiga soldi. Bu yerda kompyuter mashg'ulotining yo'qligini qabul qilinmay aramsizlandim. Qo'limizga hech qanday isbot bermay pasportimizni yig'ib elishdi. Bir xil ansizlik mengamdan kirib topinimdan chiqdi. Pasportni qachon qaytarib berasiz? So'radim bu xodimdan ansirab.
xodimning javob bergudek hafsilasi yo'q edi. U mening savolimni javob bermasimi bo'ladigan savaldek his qilsa kerak, ancha eranishib ketmadi. Isbot va hujjatlarni bir tiyinga arzimay qoladigan bu jahonda uning bir ig'iz izohat bermayli pasportni yig'ib olishi men uchun zo'r tahdidga aylanib qoldi. Pasportni varang churung ovozimni besib ketdi. Ansirmang, dedi yenimdagi Xanzo yigit. Ular atigan mangadigan vaqtingizda pasportingizni qo'lingizga beradi. Shundoqmi? Rahmat sizga, dedim Xanzo yigitga. Bu yerdagi ishlar odamni dehqon bozoridagi og'zaki to'xtam bilan tutadigan ishlarchilikni xotirjam qilmaydi. Hayronlikda laylab yurib qoldim. Xodim ishini tugutib mengishga tamshaldi. Men uning oldiga berib, "Apandi, men qancha vaqt saqlayman?" deb so'radim. 15 soat. U bu gapni meni tanib dedimi yoki eranshimayli deb qo'ydimi jazm qilolmadim. Kutish zaliga kirib kutishni boshladik. İstanbulga boradiganlar 2 soatdan keyin mang'atdi. Lekin men 15 soat saqlashim kerak ekan. Men cho'ng biladigan Fuzulining yurtida 15 soat kutish zalida band bo'lib yuradi ekanman. Uyg'ur balalar bilan gaplashib ozroq vaqt o'tkazdim. Ular oliy maktabni yoki to'liq o'rta maktabni tutkizgan balalar bo'lib, Turkiyaga o'qishga mengibdi. Nimishqildir bir yerga o'qishga mangan balalarni ko'rsam masligim keladi. Lekin o'qishga o'xshatalaydiganlarning oz bo'layotganligini o'ylasam g'ashlikim keladi. 18 yoshlarimda menga ashundoq fursat bo'lgan bo'lsa-chu deydim ichimda. Ba'zi balalar menga yeydigan narsalarni tanlashdi. Ular to'qoch, pechene, turpan kishmishlardan elib olishgan edi. Yenimda oz to'la yemaklik bor edi. Shundaqdimi balalarning ko'nglini qabul qildim. 2 soatmi o'tdi. Uyg'ur balalarmi Istanbulga yurib ketdi. Tbilisiga boradigan bir Xanzo bilan ikkimiz keng yo'riq kutish zalida qoldik. Nemishqidir ikki ayrilanmaslik degan ibora esimdan yalt qilib kashdi. Men chaqliq somkamni so'rab kutish zalining ichida aylandim. Maxsus chet ellarning aroq tamakillarini sotadigan aynak tamliq do'konlar xeyli ko'p edi. Aroq tamakilar 7 iqlimdan keltirilgan edi. Shishilar chiroq yo'riqida hasham bilan yaltiraydi. Aylanib bir hunar san'at do'konining oldida to'xtadim. Do'konda Ozarbayjon milliy hunar san'at buyumlari, to'qilmalar, chaqchuqlar, misligan va jamlar bilan birga kitobmi bor edi. Men kitoblarning ichida birmi adabiy kitob topolmadim. Kitoblar asosan degidek Ozarbayjonning milliy jo'grafiyasi, davlat va ijtimoiyat ahvoli, milliy tibobatiga doir edi. Fuzulining divonini qancha izlabmi topolmadim. Fuzuli bormi? Deb so'radim mulozim qizdan. Ishning tayini yo'q zerikib o'ltirgan qiz menga labbida burilib qaradi. "Apandim? Fuzuli, ya'ni Muhammad Sulaymon Fuzulining she'rlar divoni. Kechiring, Fuzuli bu yerda yo'q." Hamma gap tugadi. Qiz Fuzulini toza tushunolmagandek qiladi. Oq ko'pti bilan qora yopka qizning uzun bo'yini qorib qo'ygan edi. Beli bir tutam bedidakli keladi. Qosh kirpiklari to'kilib turadiki, qaroqlar cho'nqur ham tumonliq bir yerdan nur chiqaradi. Elibdek qanshar udul eqib tushgunicha qizning g'uncha og'zidan ayminib ketib qolgan edi. Qiz menda xaridorlarning kirib chiqishiga ko'nik bo'lsa kerak o'z ishi bilan bo'layverdi. Men zerikkan siri zoldagi ayol mulozimatchilarning qiyofatini ko'zatdim. Qiyofatlar orqali kishilarning ruhiy holati va turmushini qiyos qilishga tirishdim. Ularning hammasi shundoq kelishgan edi. Mayli mayli ayol bo'lsin, egiz bo'y, qoshliq va qanshorliq edi. Üstü-beshidan pokizlik chiqib turadi. Aeroport xodimlari uchun sardona odamlar tanlansa kerak. Bu muhitdan bir musat odamni uchratmadim. Bular bilan bizning suhbat farqimiz xeyli bormi nima deb o'yladimmi
odam sati emas kiyim sati degan maqol bilan tugalladim. Bu yerdagi kiyim bir odamning go'zalligi va qimmatini ochadigan obyektiv ijtimoiy sharoitni ko'rsatdi. Orada ussab ketdim. Bir qahvaxonaga berib mineral suv olmoqchi bo'ldim. Mineral suvning bir qutisi bir Amerika dollari edi. Men mulozimatchiga 50 Amerika dollarini tanladim. Chunki yenimda parcha dollar yo'q edi. Mulozimatchi iranishmagan holda $1 bering, parcha pul bo'lmasa suv berilmaydi, dedi. U kelishgan, lekin shafqatsiz edi. Men $50 parchalash uchun jiq do'konga qatiradim. Hech qaysisi parchalab bermadi. Bir xil xo'rliq hissiyoti alam qilishga boshladi. Oxir qahvaxonadagi heliqi bag'ritoshning oldiga kelib ahvolni dedim. U pisantiga olmadi. Dunyoda bu qadar mulozimat qoidasining bo'ladiganligiga ishonmay turibla qoldim. Lekin ortiq toqat qilolmadim. Sen mulozimat qilishni bilamsan yo'q? Zoda nima demakchisan? Aniqda, deb vaqirdim men. O'z ishlari bilan band odamlar bizga jiddiy qaradi. Men titrab ketgan edim. Qayoqdandir bir qiz yenimda paydo bo'ldi va qo'li bilan ishorat qildi. Uning kaynidan bir do'konga kirdim. U bir ishkopni ichib pullarni chiqarib sanashga boshladi. "Apandi, bir qop tamaki olsangiz qandoq?" dedi qiz menga. "Bu zalning hamma yerida tamaki chekmang deb yezibsizlar. Men qayerda chekiman?" dedim. Qiz turib ketib $50 parcha pulni oldimga qo'ydi. Men $50 butun pulni uningga berib rahmat aytdim va hiliq qahvaxonadan $1 suv oldim. Burun 5 gramdan Qashqa shahriga piyoda kirib etib usab ketsam, udul kelgan o'yliga kirib bir nugay suv so'rab ichatdim. Bir quti mineral suvni tashnoliq bilan ichib etib, ashu kunlarni yod etdim. Ozarbayjon qadami tarixga ega qismati murakkab bir el. Madaniyatida xuddi bizga o'xshashla Arab Faris madaniyatining ta'siri ro'shan. Beshida heli Iran, heli Rossiya tahdidlari agib turgan. 19-asrdagi Rossiya-Iran urushlari natijasida hozirgi Ozarbayjonning ko'p qismi Rossiya tavalligiga kirib ketgan. 1917-yildan keyingi Sovetlar davrida Ozarbayjon Sovetlar ittifoqining muhim neft sanoat bazasi bo'lgan. Sovetlar ittifoqi parchalanganda 1991-yili mustaqillikni jakarlagan. Bu el bizdan jo'g'rofiya jihatda yiroqda bo'lgani bilan madaniyatda tuqqan keladi. Ayni davrdagi madrasalarimizda Navoiy bilan billa Nizomiy, Ganjaviy va Fuzulilarning asarlari o'qiladi. Navoiy Nizomiyni o'zining ustozi deb qaragan. Ozariy xalqlarimi Navoiyni ustoz tutib kelgan. Har ikki xalqning shoirlari Farhod va Shirin, Layli va Majnun, G'irb va Sanam, Gür o'g'li teminlarda takror qalam tavritishgan. U Hojibekov tarafidan 1913-yili yozilgan Arshin Mal Alan komediyasi Uyg'ur tomoshabinlariga tonish edi. 1990-yillardagi statistikaga asoslanganda dunyodagi ozariylar 17 milliondan oshadi. Bulardan 5,8 millioni Ozarbayjonda yashaydi. Eronda bo'lsa 10 milliondan ortiq ozariy bor. Yana Rossiya, Gruziya, Qozog'iston, Armaniston qatorliq ellarda bor. Ozariylarning tili turkiy tilla oilasining O'g'iz guruhiga tava bo'lib, toki 1929-yilgacha arab ilifbasini ishlatgan. Uningdan keyin Latin va Slavian yoziqlari orasida tamtirab 1992-yildan boshlab yana Latin harfini qo'llanishni boshlagan. Til o'zingdan, yoziq boshqalardan, butkul ish harakatga qo'mondan bo'ladigan mafkura boshqalardan. Mana bu ozariylarning hozirgacha bo'lgan taqdiri. Bir xalqning qismati adabiyotni eng ro'shan aks etadi. Ozarbayjon shoiri Samat Vurg'un peshqadam adabiyot muxlislarimizga xeli tonish. U 26 degan dostonida mundoq yozgan.
Chiroyida ig'ir qayg'u tumoni, yatar Baku duchar bo'lib azobga. U go'yoki nimanidir kutgandek, nazarini tikkan yiroq-yiroqqa. Ochiq cheqib ushquytudu izg'irin. O'q izlari ko'rinudu tamlada. Xalq qirg'in qilinmoqda shafqatsiz. Yo'l bo'yalgan oqqan qizil qollarda. Tömür tapan chaylab o'tgan tar ko'cha. O'ltirdu hammol yirtiq palasta. Aram ilish istaydi u az tola. Xiyol uni o'z bag'riga olmoqda. Ozarbayjonning 20-asrdagi qismati talay kurash bilan xarakterlangan edi. İran millatchilari Azari tilidagi kitoblarni ko'ydirganda shoir Samat Vurg'un mundoq yozadi. Jallod, sening ko'ydirguning dasti kitoblar. Ming ömürning shuhratidir, ming yurakning arzusi. Biz keturimiz bu dunyodan kitob qolar yodikor. Her vaqtda naqshlangan necha inson tuyg'usi. Ming ömürning shuhratidir, ming yurakning arzusi. Jallod, mening tilimdir u sho'x g'azal qo'shoqla. Aytqin manga sezalamdu bulani tash yuraking. Her jarangliq padisida ming onaning qalbi bor. Her bir ahang farzandidir bir muqaddas tilakning. Aytqin manga sezalamdu bulani tash yuraking. Dünyadaki yavayilikning turi ko'p. Bir madaniyatning yana bir madaniyatga bo'lgan o'smanlikka tuzumlashtirilganda, buning o'zi zamonaviy yavayilik bo'lib, uning xatiriga hech nima to'g'ri kelmaydi. Samat Vurg'un tarixdagi ashu mash'um qari yillarning shohidi sifatida ana shundoq yolqinliq misralarni qoldirgan edi. Bir do'konda Haydar Aliyevning kulib turgan surati ko'zimga tushdi. Bu surat Samat Vurg'unning she'riy obrazi bilan zodila mos kelmagandek tuyuldi. Haydar Aliyevning qo'lida tom bir qora qalam turadi. Vaholanki u Samat Vurg'unning qo'lidagi qalamga hargiz o'xshamaydi. Nimishqa? O'qirmanlar o'zlari o'ylab ko'rishsin. Bir kecha kutish zalida menib yurish bilan o'tdi. Bir xodim sahar paytida yenimga keldi. Apandi, yukingiz ortiqkan. Sizlar biletda askartgan eg'irlik o'lchimidan oshmaydi. Biz qayta o'lchidik, 10 necha kilogram ortiqkan. Bu bir muncha pul bo'ladi. Sizlar Urumchida askartmagan edinglar. Siz musulmonmi? Dedi u atrofga qarab etib. Shundoq, dedim men. Amisi $10 bering. Men tamoman pasib ahvolda edim. Avorichilikdan qutulish uchun $10 berdim. U qayta kesgan biletni qo'limga berib ketib qoldi. Biletga qarasam Baku London liniyasi deb yozilgan edi. Yana bir soat saqlagandim men. Aeroplanga chiqdik. Baku osmini sahar qizilligidan anglik surkiganda havoga o'rladik. Xushqol ey Fuzulining yurti. Payda ve qizil ko'zlik ruhingni ko'ydirib etmasin.